Başki. Otraki. Ulanmaki. Yalğızki. Kalı kavunu yevetti. Kamil kalını heydivetti. Şepki kiygen Mahmut Bay, telpek kiygen Davut Bay. Epkeşti su toşu almay, yetovaptı Savut Bay. Keklik hedef neygi mağbanız? Kiyi hocamның toyuğa. Toyla acep kızımakta, nağırsına yanırmakta. Bilikim bilek, kötürüdü çilek. Yıkıttı meni, bir tal toң tezek. Keli kel. Közi köz. Keti ket. Meni men. Ketmen. Keti ket. Meni men. Ketmen. Mehke. Tep koşulsa mektep buludu. Memek. Tep. Mektep. İkke. Ki koşulsa iki buludu. İki. İki. Öge. Rük koşulsa örük buludu. Örük. Mal, kamal. Kemek. Tep. Deudu. Ketivatıdu. Kamal mektepke ketivatıdu. Əcirinin tigi altın. Opa, men mektepke mandım. Somkanğa kempütüye başka yemekliklerini sep koydum. Bana çilekni et çıkıp belgin. Kavlanın düğünü soku yiyitey. Mektepin baldırak kayıtıp gelgin ha? Opa, karutumni ratib yığıştırıp ettim. Endi mağmasam kechikip qalımen. Xotin, o'g'limiz qani? Köymedilim o. Ani qarısılar o mektepke ketdi. Bo'riroq kelishni aytdingizmi? Bu maktabdan kelsa, ketmanni ilib arqa o'ylig'i chiqsin. Heliqi qurib qolgan ko'takni ko'lab chiqarib, o'tin qilib o'tayli. Bo'ladi, yursilar birdam aram ele o'lib andin chiqsilar. O Kamal emasmi? Ha, shukan. Uni toza bir adablab qo'ymaymizmi? To'xtab turishing, xabsanlarni men oldinda nima gunoh qildim? Ha, nima gaping bor? Sen darsni yaxshi bo'lganing bilan bizni nima qilib aytding? Mana misa? Nemish qo'risizlar? Mana endi bo'ldimi? Mushtindek turib qara buning gapini. Uni qattiq qo'ra. Ana do'ppangni. Aqlan bo'lsa bundan keyin darslarda oldimizga o'tib ketmoqchi bo'lma.
Raqib, men texmi tirishib, senlarga o'zimni bir ko'zitib qo'ymusam. Kamal hiç qaytib kelmaydi. Menmi ensirab qoldim. Opa, men qaytib keldim. Hani bo'z qaytib kelsan, sendan ensirab turgandim. Balam, sana nim bo'ldi? Sen azaldan birasi bilan so'qishib qolmayding. Kim bilan so'qishding? Kim seni boshunda qattiq urdi? Yo'q opa, men urushmadim. Undaqda yuzing ko'k, do'ppan qon turdi-ku. Bugun maktabda futbol o'ynagan edik. Ehtiyotsizlikdan yiqilib ketdim. Ondaqa emasdi. Dastlab qil. Sana zaten nim bo'ldi? Agar birasi buzaq qilgan bo'lsa, bugundan boshlab maktabga bormay, yenimizda turgan. Men burunmi sana degan, biz degan dehqonda. Dada, siz undaq demang. Dehqonning bolasi nimishqa oliy maktabga borolmaydi ekan. Hozir kim yaxshi o'qisa shu bora oladi. Menga ishining dada. Dada, bugungi darslarimni takror qilib olay, ha? Ma'qul bolam. Sen bek yaxshi jumu dada. Hey Kamal, bu yoqqa kelgina. Yaxshimisiz muallim? Yaxshimisan Kamal? Men sana bir xo'sh xabarni yetkazay. Sen bizning maktab bo'yicha birinchi bo'lib imtihondan o'tibsan. Seni tabriklayman. Derhal uyingga qaytib o'qishga minishga tayyorlik qil. Bu rasmi muallim. Mening oliy maktabga o'tishim uchun siz ko'p ajr singdirdingiz. Menga o'z bolangizga kuyinganda kuyindingiz. Men buni esimdan chiqarmayman muallim. Rahmat sizga. Savoqdoshlarim, sizlarni tirishib yaxshi o'qinglar. Sizlarning bu imtihondan o'tib o'qishga berishinglarni umid qilaman. Muallim, men bu xush xabarni uydagilarga yetkazay. Sizni keyin yo'qlab kelman. Bag'im Kamal, uyingdagilarga mendan salom aytqin. Bek yaxshi bo'ldi. Opam bilan dadam bu xabarni olsa qanchalik xushib ketdi. Opa, dada, men keldim. Dada, men imtihondan o'tibdiman. Shundaqmi? Muborak bo'lsin bolam. Meni kechirgin. Men seni o'qishdan bir necha qatim to'sibdiman. Bu qilganim uchun oldinda to'liq xijimman. Undaq demang dada. Siz meni o'qitish jarayonida ko'p jafolarni tatdingiz. Men o'qishdan kelguncha yana nurg'un jafolarni tatdingiz. Men texmi tirishib o'qib, ajringizga javob qaytaraman.